Assalomu alaykum. Xo'p, biz 2023-yilgi topik 1 Shiljon Moygosa testlarini ko'rib chiqamiz. Bugungi video darsda siz birinchi testning tetkiy tahlilini ko'rishingiz mumkin. Tetki 1 dan 30 gacha bo'lsa, 1 dan 30 gacha biz bo'lim shaklida tahlil qilamiz. Ya'ni, xo'p, kitob keyingi qismiga o'tsak, mana shu joyda, xo'p, mana birinchi test. Bu bo'yicha xo'p, ozgina ma'lumot beraman. Topik 1. Mana shu joyda ma'lumot beray. Topik 1 imtihoni birinchi va ikkinchi darajalarni o'z ichiga oladi. Jami 70 ta test mavjud. Xo'p, tetki, ya'ni eshitish testi 1 dan 30 gacha. Davomida ilg'iy o'qish testi xo'p 31 dan 70 gacha bo'ladi. Ya'ni jami 40 ta savol, ya'ni testlar bo'ladi va ikkitasiga ham 100 balldan beradi. Ba'zi savollar oson bo'lsa, mana bu tetkida ba'zi savollarga 3 ball, ba'zi savollarga 4 ball beradi agar to'g'ri javob topsangiz. Ilg'iyda esa ba'zi savollarga 2 balldan, ba'zi savollarga 3 balldan beradi va maksimal 100 balldan to'planadi. Bizda maksimal endi 200 ball bo'ladi. 200 ball. Agar siz 80 balldan 139 oralig'ida to'plasangiz, siz 1 darajani qo'lga kiritasiz. 1 daraja. Agar 140 dan 200 gacha oralig'ida ball to'plasangiz, siz 2 darajani qo'lga kiritasiz. Shu topik 1 bo'yicha xo'p nazariy ma'lumot edi. Mana bu qismida xo'p imtihon bo'yicha xo'p nima desa bo'ladi? E'tibor beradigan holatlar. Shu bo'yicha ma'lumot berilgan. Buni aynan imtihon topshiradigan kuningiz ham nazoratchilar tushuntiradi. Ya'ni shunaqa qilmang, shu qoidalarga amal qiling shaklda. Va test bo'ya shakli xuddi shunday shaklda, ya'ni doirani to'liq bo'yashingiz kerak. Biz endi tahlil qilamiz. Hop, mana birinchi test. Tahlil quyidagicha, ya'ni bo'lim qilib tahlil qilamizda, audiosini bir vaqtda eshitasiz va tetki matnini ham ko'rsataman videoda. So'zma-so'z tarjima qilib beraman. Bundan tashqari, xo'p, testlarda keladigan grammatikalarni ham bir vaqtda tarjimasini aytib ketaman. Sizga maslahat beradiganim, bu videoni ko'rish davomida yoningizda daftar va ruchka bo'lsa yaxshiroq. Demak, mana Shiljon Moygosa bu endi mock test deb tarjima qilamiz. Birinchi mock test. Tetki yo'q, ya'ni tetki bo'limi Ilbon Puto Samjippon Kaji. Birinchidan 30-gacha va jami 40 daqiqa davom etadi imtihonimiz. Xo'p, bu yerda 1 dan 4 gacha bu birinchi bo'lim, ya'ni Taimil Titko Pogiva Kachi Murome Mannin Tedabl Korishibsho. Quyidagini eshitib, namuna bilan o'xshash savolga mos javobni toping deyilgan. Pogi degani namuna. Hop, bir kishi savol beryapti. Kabang iyeyo. Bu sumkami deb savol bersa, siz ikki xil javob berishingiz mumkin. Birinchisi, ha, bu sumka, yoki ikkinchisi, yo'q, bu sumka emas. Javoblarni ko'radigan bo'lsak, ne kabang iyeyo. Ha, bu sumka. Demak, bir to'g'ri ekan. Ne kabangi opsoyo. Ha, sumka yo'q. Uchinchisi, anyo kabangi sayo. Yo'q, sumka arzon. To'rtinchisi, anyo kabangi koyo. Yo'q, sumka katta. Ya'ni kida degan so'z katta deb yodlagansiz, hozirgi zamonda koyo bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 1 ekan. Bu namuna edi. Endi mana bu yerda 1 dan 4 gacha bir xil bo'lim, ya'ni bitta bo'lim bo'ladi. Birinchi va ikkinchi savollarda ha yoki yo'q bilan javob beriladigan savol beriladi. Ha yoki yo'q. 3-4-da esa so'roq so'z qo'shilgan bo'ladi. Ya'ni kim, nima, qachon, qayerda. Shu so'zlar qo'shilgan savollar bo'ladi. Biz endi audiosini eshitib tahlil qilamiz. Xo'p, audiosini qo'yaman. 제1회 한국어 능력 시험 1 듣기. Xo'p, birinchi koreys tili qobiliyat imtihoni tetki deyapti. Ya'ni boshlang'ich qismi 1 daqiqa atrofida shu kirish qismi bo'ladi. Imtihon bo'yicha ba'zi gaplarni aytib ketadi. 아래 1번부터 30번까지는 듣기 문제입니다.
Hop, quyidagi birinchidan 30-gacha titkiy savollari 문제를 잘 듣고 질문에 맞는 답을 쓰십시오. savollarni yaxshilab eshitib, javoblarni yozing deyilyapti. Unga mos javobni yozing. 2번씩 읽겠습니다. Tu bonshik degani 2 martadan eshittiriladi. 2 martadan. 다음을 듣고 보기와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오. 보기, 가방이에요. 가방이에요. 정답은 1번입니다. Hop, namunani o'qib eshittirdi, ya'ni namuna deb bu sumkami deb savol berdi. Javobida ha bu sumka, ya'ni bir javob to'g'ri dedi. Endi birinchi savolga o'tamiz. Mana biz audioni eshitishdan oldin, umumiy imtihonda ham titkiy savollarni eshitishdan oldin birinchi javoblarni o'qib tarjima qilib olsak, bu bizga foyda. Ya'ni javobni tez va osonroq topishimizga yordam beradi. Hop, birinchisi 4 balli savol ekan. Ne mojaril hayo. Ne degani ha yoki hop ma'nosida keladi. Moja degani bosh kiyim, kepka. Hada degani qilmoq, bajarmoq. Endi bu gap nisbatan xato. Ya'ni bosh kiyimni kiyaman desangiz ham xato bo'ladi. Ikkinchisida ne mojaga isoyon. Ha bosh kiyim bor, ya'ni kepka bor. Aniyo mojaril ansayo. Yo'q, bosh kiyimni sotib olmayman. To'rtinchisida aniyo mojaga aniyo. Yo'q, kepka emas deyilyapti, ya'ni bosh kiyim emas. Endi audiosini eshitamiz. 1번. 모자를 사요? 모자를 사요? Hop, aytyaptiki mojaril sayo. Moja degani bosh kiyim, ya'ni kepka. Sayo degani sotib olasizmi? Siz aytishingiz mumkin, ha sotib olaman yoki yo'q sotib olmayman. Biz endi javoblarni tahlil qilganmiz. Mana 3-javob yo'q, bosh kiyimni sotib olmayman. Demak, javob 3 bo'ladi. Keyingisi ikkinchisi, mana 4 balli savol ekan. Ne oshiyeyo. Ha bu kiyim. Ne oshi pissayo. Ha kiyim qimmat. Aniyo oshi chuayo. Yo'q, kiyim yaxshi. To'rtinchisi aniyo osil ansasoyo. Yo'q, kiyimni sotib olmadim deyilyapti. Ot degani kiyim ma'nosida keladi. Endi savolni eshitamiz. 2번. 옷이 비싸요? 옷이 비싸요? Hop, eshitdingiz? Oshi pissayo. Ya'ni ot kiyim, oshi pissayo. Kiyim qimmatmi dedi. Pissayo. Siz javob berishingiz mumkin. Ha, kiyim qimmat yoki yo'q, kiyim qimmat emas. Biz javoblarni ko'rgandik mana. Ikkinchi javobda ne oshi pissayo. Ha, kiyim qimmat deyildi. Demak, to'g'ri javob 2. Xo'p, yaxshi tushundingizga umid etaman. Endi 3 va 4-siga o'tamiz. Javoblarni o'qib olamiz, keyin titkisini eshitamiz. 3 balli ekan. Tu bon puvassoyo. 2 marta ko'rdim. Toyo ire puvassoyo. Shanba kunida ko'rdim. Kekchan geso puvassoyo. Kinoteatrda ko'rdim. Chingu hago puvassoyo. Do'stim bilan ko'rdim. Endi savolni eshitib olamiz. 3번. 누구와 영화를 봤어요? 누구와 영화를 봤어요? Xo'p, mana savolni eshitgan bo'lsangiz, nuguva dedi, ya'ni kim bilan? Nuguva. Kim bilan yong'varil puvassoyo. Kinoni ko'rdingiz. Kim bilan desa, mana 4-javobda chingu hago puvassoyo. Do'stim bilan ko'rdim bo'ladi. Javob 4. Keyingisi 4-si 3 balli ekan. Hangugoril pevoyo. Koreys tilini o'rganaman, o'rganyapman. Yolshimi kongbuheyo. Astoydil g'ayrat bilan o'qiyapman. Hangugoga oryovoyo. Koreys tili qiyin. Kongbuga chemisoyo. Ya'ni o'qish qiziqarli ma'nosidagi javoblar ekan. Endi audiosini eshitib olamiz. 4번. 무슨 공부를 해요? 무슨 공부를 해요? Mana eshitgan bo'lsangiz, musun kongburil heyo. Ya'ni musun degani qanday, qaysi? Kongburil heyo o'qish, dars degani. Ya'ni
Nimani o'qiyapsiz ma'nosida keladi. Mana buni tarjimasi qanday qaysi, lekin ba'zi holatlarda nima ma'nosida keladi. Nimani o'rganyapsiz desa, mana birinchi javob, ya'ni hangugoril pevoyo. Koreys tilini o'rganyapman javobi mos tushadi. Qolganlari xato. Va yana qo'shimcha topik 1 imtihonida umumiy topik imtihonlarida to'g'ri javob yo bittada topiladi, yo xato javoblarni, 3 ta xato javoblarni chiqarib tashlasangiz, oxiri qolgan javob to'g'ri javob bo'ladi. Shu strategiya bo'yicha ish ko'rsangiz, ancha tez savollarni javobini topishingiz mumkin bo'ladi. Hop, bu birinchi video darsligimiz, ya'ni titki bo'yicha. Titki, hop, bo'limlarga bo'ladigan bo'lsak, adashmasam 10 ta bo'limdan iborat. Qanday bo'limlar? Hozir 1 dan 4 gacha ko'rganimiz bu bitta bo'lim. Keyingisi 5, 6 va 7 dan 10 gacha. Shu qolipda 30 gacha boradi. Alohida video qilib tushuntiraman.